Chorvachilik va dehqonchilik uchun yer qidirgan akalarimiz uchun 15 sotiga yer sotilyapti shu maydon. Yer mahalla ichida joylashgan, atrofi uy, faqat uylar orasi ancha uzoq. Chorvachilik, dehqonchilikka rosa to'g'ri keladigan yer. Bu yer umumiy maydoni 25 sotik, shundan 15 sotiga sotiladi. Yerdan 20 metr uzoqlikda ichimlik suvi turbasi o'tgan, tortib olib kirish imkoniyati bor. Yerga ariq suvi yaxshi joyda. Qo'shnilar ham suvdan muammo yo'q deyishdi. Yerda hujjatlarida hech qanaqa muammo yo'q deyishdi yerda egalari. Kimga qiziq bo'lsa, yer sotiga 7 milliondan so'rashyapti. Kelishadigan joylar bor. Umumiy maydoni 15 sotik. Manzilni tushuntiraman. Toshkent-Bekot trassasi. Bu tomon Bekot tomon, bu tomon Bo'ka tomon va shu ko'chadan taxminan 400-500 metr ichkariga kiriladi. Narxi har bir sotiga uchun 7 milliondan umumiy 105 million so'rashyapti. Kelishadigan joylar bor. Yer egalarining nomerlarini yozib qo'ydim. Telefon qilib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.